Erkaklardagi bepushtlik nima? Erkaklardagi bepushtlik bu jinsiy aloqada bez prezervativ 1 yil davomida jinsiy aloqa rezultatida hech qanaqa farzand или зачатие bo'lmasligi. Bu degani именно androlog yoki urolog lechit qiladimi yoki ginekologmi bu holatda? Erkak kishini androlog lechit davolaydi. То есть ayollar bilan ginekologlar shug'ullanadi. Ginekolog ayollar, androlog erkaklar. Aynan bepushtlikdan davolaydi. Urologchi nima ish qiladi urolog? Urolog va androlog. Urolog bo'lmasdan androlog bo'lib ketishingiz qiyin. Чаще всего har doim практически уролог birinchi sertifikat urologa получает и undan keyin уже androloga получает. Urolog nima qiladi? Urolog bu erkaklarni ham, ayollarni ham siydik yo'llaridagi shamollash, заболевание, любой воспалительный процесс или наследственный, siydik yo'ldagi tosh kasalliklari или pilonefrit, hamma заболеваниялар bilan siydik yo'ldagi shamollash или вообще любой заболеваниялар bilan shug'ullanishadi. Но andrologiyaga keladigan bo'lsak, bu yerda undan ham узкийroq spetsializatsiya bu erkaklar bilan в основном bu erektil disfunksiyalar, jinsiy aloqada muammolar bo'ladigan bo'lsa, lибо также bepushtlik masalalari bilan ham shug'ullanadi erkak kishida. Seksolog emas получается? Yo'q, seksolog bu уже больше уходит в психологию. Лечить это, ya'ni davolash bu невролог? Нет, сексопатологам тоже своего рода терапия оказывается qiladi, но органические сторонasiga, то есть disfunksiyalarda, либо гормональный большинство, то есть androlog shug'ullanadi bu bilan. 1 yildan keyin bepushtlik, ya'ni 1 yil davomida jinsiy aloqada bez prezervativ shug'ullangandan keyin agar farzand bo'lmasa, da bepushtlik diagnozini qo'ysa bo'ladi. Birinchi qilinadigan ish nima bo'lishi kerak? Birinchi qilinadigan ish, agar erkak kishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu spermogramma rezultatini topshirish. Eng boshlanishiga. И уролог-андролог konsultatsiyasiga yozilib kelish. И уже исходя из этого fizikальный осмотр, anamnez yig'ilgandan keyin, spermogramma rezultatlarini ko'rgandan keyin уже дальше o'ylasa bo'ladi. Дальше qaysi направленияda yurishi. Agar nimanidir yana обследовать qilib tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, дальше tekshiriladi. Ya'ni birinchi faqat minimalniy analiz shu. Minimalniy analiz haqida gapiradigan bo'lsak, bu boshlanishiga spermogramma. U yog'iga уже urolog-androlog o'zi в период konsultatsiya davomida уже o'ziga hal qilib nima qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemorga aytib, birgalikda, то есть shu narsaga kelib, shu narsalarni topshirish kerak deb aytiladi. Asosan bepushtlikni davolash qancha vaqt davom etadi? Shunaqa tushuncha bormi? Aynan mashincha paytda mashinchagacha bo'ladi. Точный период yo'q, но чаще всего bu 3 oydan 6 oygacha. Agar biz konservativ davo haqida gapiradigan bo'lsak. Ya'ni konservativ davo nima? Konservativ davo bu tabletsированный либо укол, то есть медицинский препаратlar bilan davolash. Hech qanaqa xirurgiya либо дополнительный metodlarsiz. Demak, 3 oydan 6 oygacha ham ayol ginekologda bo'ladi, shunaqami? Da. Erkak kishi andrologda и birgalikda davolanishadi. 6 oygacha, ya'ni davolash, ukol, dorilar, preparatlar bilan bo'ldi, lekin effekt bo'lmadi. Effekt bo'lmadi. Nima qilish kerak? Effekt bo'lmaydigan bo'lsa, endi birinchi o'chirda, конечно, anamnez va rezultatlarga qarashimiz kerak. То есть spermogramma, смотря nima именно qaysi taraflama ta'sir qilmayapti. То есть aktivnostmi, morfologiya, leykotsitozmi, то есть shamollash hali ham ketmayaptimi? O'shanga qarab, либо, допустим, agar shamollash haqida gapiradigan bo'lsak, bu hech qanaqa operatsiya yordam bermaydi, faqat davo bilan, terapiya bilan. Unda уже, допустим, часто встречаемая ситуация bu, допустим, bakteriya bo'ladigan bo'lsa. Har doim ham bakteriyalarni, допустим, eng ko'p часто используемый antibiotiklar bilan bir xilda davolab bo'lmaydi. Допустим, eng ko'p ishlatiladigan bu tetratsiklinovoy gruppa bo'lishi mumkin. Kimdir levofloksatsinlarni juda ham ko'p yaxshi ko'rishadi. Cefalosporin gruppalari agar yordam bermaydigan bo'lsa, unda даже bakpasev bilan ko'rsa bo'ladi. Но agar также varikotseli sababli farzand bo'lmayotgan bo'lsa, bu уже operativ metod lecheniyaga kiradi. Необходимость bo'lsa.
Ya'ni, то есть erkaklarda varikotseliya заболеванияsi bor. Bu расширение вен семенного канатика, qon tomirlarining kengayishi. Но har doim ham сразу оперировать qilish kerak emas. Operatsiya qilish uchun основной o'zi показаниялari bor. Birinchisi bu, возможно, moyaklarning razmerida kichrayishi. Ikkinchisi 1 yildan ziyod farzand bo'lmasligi. Также спермограмму tekshirishimiz kerak и бепшлик, конечно же, и основной. Чаще всего, что и является причиной. O'shanga qarab уже дальше определяться qilamiz, оперировать qilish kerakmi yoki yo'q. Бесплодияning yana nima sabablari bo'lishi mumkin? Бесплодияni причиналari juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Birinchisi, siz hozir aytganingizdek, agar azospermiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu evulyatda spermatozoid bo'lmasligi. Ikkinchisi, juda ham ko'p, agar hammasini перечислять qiladigan bo'lsak, также teratozospermiya bo'lishi mumkin. Oddiychasiga agar aytadigan bo'lsak, bu spermatozoidlarning harakatchanligini pasayishi yoki spermatozoidlarning miqdori kamayishi, то есть konsentratsiyasi kamayishi, то есть miqdorda общий evulyatda o'sha jinsiy aloqadan keyin chiqadigan evulyatda normada o'zi iloji bo'lsa 39 million spermatozoiddan sal ko'proq bo'lgani ma'qul. Agar 39 milliondan pastroq bo'ladigan bo'lsa, zachatiga, то есть farzand ko'rishga shansimiz sal pastroq bo'ladi. Aynan shanslarni past bo'lishining sababi nima? Spermatozoidning miqdori kamligi evulyatda. Uni sababi? Uni sababi уже ko'p bo'lishi mumkin. Частый bu. Varikotseliya bo'lishi mumkin. Возможно, shamollash, возможно, инфекции, включая передающиеся половым путем, jinsiy aloqadan o'tadigan infeksiyalar ham bo'lishi mumkin. Yana ayting, bormi? Ну, основные shular. И дальше уже по обследованию уже tekshirilgandan keyin уже дальше ko'rib. Lechitsa qilsa bo'ladi bular. Ну, в зависимости tekshirilgandan keyin plus bemor o'zi bilan gaplashilgandan keyin уже bitta narsa aytish mumkin. То есть заранее bo'ldi bu narsani tib qo'yish, mana bu zo'r bo'lib ketadi, или yaxshi, или yomon bo'lib ketadi deb bir narsa deya olmaymiz. Hammasi individualni bemor bilan ko'rilib, bemorni ko'rgandan keyin individualni anamnez yig'iladi, осмотр qilinadi, наследственный, возможно, tug'ma kasalliklar hammasi tekshiriladi. Shunga qarab уже дальше bitta narsa aytishimiz mumkin. Spermogrammaga yomon ta'sir qiladigan, negativni ta'sir qiladigan omillardan часто встречаемый bu курение, tamaki chekish, alkogol, fiziki, sport bilan shug'ullanmaslik, uyqu rejimini buzilishi, ожирение, то есть чаще всего bu abdominal ожирение, то есть qorin ishishi, то есть semirish. Bu eng частый причиналari. И, к сожалению, eng qiyin davolanadigan narsa desa ham bo'ladi, chunki bu narsaga vrach nikak повлиять qilolmaydi. Buni tabletkalar bilan bittada davolab olish yo'li yo'q. Bu faqat уже bemorning o'zining nastroyi и volyasiga bog'liq. Yana sabab bormi? Ну, конечно же, undan tashqari agar xronический qanaqadir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bu gipotoniическая болезнь, сахарный диабет bo'ladigan bo'lsa, вредные привычки, чаще всего, agar вредные привычки, если продолжить эту тему, ko'pincha bemorlar negadir вредные привычкalarini tashlagisi kelmaydi. То есть даже прямой berilgan rekomendatsiya bilan, к сожалению, bir xil bemorlar tashlamaydi. То есть aldashi mumkin, tashladim, lибо tashiyman, kamaytirdim, но buni hammasi samabman. Yomon omillardan qutulmasak, rezultatga явный изменение kiritolmasligimiz mumkin. Sport zallarda ichayotgan proteinlar spermaga ta'sir qilishi mumkinmi? Да, спортзал и дополнительное питание haqida gapiradigan bo'lsak, bu agar oddiy protein haqida gapiradigan bo'lsak, bu to явный какой-то qattiq влиянияsi bor deb aytolmayman. Но ряд спортсменов, bir xilgi sportsmenlarimiz дополнительно укол preparatlar olishni boshlaydi. Bu искусственный testosteron. Eng sportsmenlarimiz yaxshi ko'radigan narsa искусственный testosteron. С какой целью? Nima uchun qilishadi?
odam organizmida, то есть erkak kishini organizmida testosteron qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, мышечный масса, то есть muskullarning o'sishiga ta'siri bor, прямой, да. Но esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, что testosteron искусственный, o'zimizniki emas. Временный effekt beradi. Juda ham ko'p sportsmenlar или zalga chiqib yurgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, bir-birida e'tibor berishgan bo'lsa, sezgan bo'lishi mumkin. Qaysidir tanishi или o'rtog'i testosteron kolloid chiqib sport zalga chiqib yurgan paytida, то есть sport pit bo'lgan paytida резкий результат sezamiz. То есть мышечная масса juda ham tez o'sishni boshlaydi, накачался, juda ham katta, или грубо говоря, шкаф. Но и откат ham juda ham tez. Потому что искусственный тестостерон olingandan keyin резкий подъем и резкий спад. Потому что организм o'zi ishlab chiqarayotgan testosteron emas, a искусственный дополнительно qatdandir olingan. Bu естественно organizmga ta'siri bor. Потому что организм любит баланс. Siz o'tdan дополнительный testosteron berdingizmi, естественно organizm bunga qarshi дополнительный gormonlar ishlab chiqaradi. И o'zini testosteronni ham kamaytirib yuborishi mumkin. Agar yana savollaringiz qolgan bo'lsa, bemalol savollarni berishingiz mumkin.